Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoda hamma bir-biriga aql o'rgatadi. Bir-biriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarga gapga quloq solish kerak, kimlarga solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odam hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilyapti o'zi bu to'yda? Ha? Iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizni birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida insof qilib aytaylik, odamlar nima? Robbingizga qasamki, ular deydi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni, hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha, Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'yinsunmagunlaricha va bo'yinsunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi, yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi yo'q? Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi yo'q? Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishligi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin bari ichida norozilik qoladi odamda ba'zilarda. Esimizdan chiqmasin. Bizni birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugaganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytar edim. Shu shapalaqdek tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefon deb kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanning yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz, xursand bo'laverasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizning ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor. Bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononim kam, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraganda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmassizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukrdir. Innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Inson Parvardigorga nonko'r, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonning sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat 2 pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Vasbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib bergani ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol da'vo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulda chiqa olmay qiynalgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'u bo'lib ketganligida salom berganlarni ham ko'rmaydi, salom berganlarni ham eshitmaydi, to ana shu bavulini quvug'ini bo'shatib olguncha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib